yerda insonning yo'li yaxshi niyat, yaxshi so'z, yaxshi amal bilan yo'llanadi. Muqaddas Olloh mehnat va sabr bilan asrlarga yetdi va u hech qachon so'nmadi. İpek ko'zasidan tomgan sabr ipak. Qadimiy ipak yo'llari orqali dunyoga donolik merosini yetkazdi. Ipak hashoratlari o'z mo'jizalarini to'qiy turar ekan, inson qo'llari shahar va madaniyatlarni bir-biriga bog'ladi. Har ipak ko'zasi sabr, ijod va mehnat ramzi. Har shahar va madaniyat insoniy mo'jiza guvohi. Havo orqali taralayotgan ziravorlar hidi mehmonlarni o'ziga chorlaydi. Har qadamda turli tillarning melodiyasi va savdo ovozlari bir-biriga aralashadi. Bu betakror bozorlar dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarning uchrashuv maskani. Madaniyatlar, e'tiqodlar va dostonlarning orqasidagi yurak urishi. Savdo yo'llari madaniyatlarni izlari bilan bezalgan. Mehmondo'stlik, bo'lishish va cheksiz sayohatlarning ramzi hisoblanadi. Ufqda yangi sarguzashtlar kutmoqda. Tuya karvonlari saf tortadi. Bu bo'ronlarning narik tomoniga cho'zilgan sarguzasht